Assalomu alaykum hammaga, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. E'tiboringlar markazidan yana bitta velosiped, absolyutno yangi, haydalmagan, akkumulyatorli, ya'ni elektritskiy velosiped, Easy Bike. Yaqinroqdan tanishtiraman. Bu joyda birma-bir detallarini tushuntirib o'taman. Nexus brendidan Shimano Nexus, bilasizlar, nemetskiy velosipedlarda hammasida deyarli Nexus apparati joylashtiriladi, 7 ta skorostli. Hop, mana bu joyda ham bu brend yaponskiy, mana bu joyda ham yozib qo'ygan Japan. Qiziqarli taraflaridan akkumulyator bor velosipedda. Mana orqa tarafda joylashtirilgan akkumulyator 11 amper, 36 volt 11 amperli akkumulyator. Orqa tarafda 7 tali skoros, oldi tortadi bu velosipedda, 250 vatli motori bor. Bu joyda ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana 250 watt yozib qo'ygan. To'rimizlari, bunda oyog'ida to'rimiz bo'lmaydi, shu uchun qo'l to'rimizlariga yaxshiroq e'tibor berilgan. Mana Tektro brendidan to'rimizlar o'rnatilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Amortizatoriga ham e'tibor beringlar, Santur brendidan joylashtirilgan. Bu narsa ham juda ham sifatli brend, Tayvanda ishlab chiqariladi. Endi ayni paytda Xitoyda chiqayotgan bo'lishi mumkin, lekin nemetskiy velosipedlarda deyarli juda ko'pida O'zbekistonga keladiganlarda shu brenddan foydalaniladi. Easy, mana Easy Street deb yozib qo'yibdi. O'rta tarafda charxlari alyumindan qilingan. Shatunlari alyumindan, charxlari, bu joydagi charxi temirdan bo'ladi. Pedallari, xo'p. Pedali mana bu joyga yozgan VP brendiga tegishli. Bu ham Tayvan brendi, juda yaxshi. Yana bitta sizlarga ko'rsatadigan joyim, mana bu to'rimiz ruchkalariga ham qaranglar. Gripsalari, bu rol rezinkalari gripsa deyiladi, juda ham yumshoq, qulay. Elektrini bu joydan boshqaramiz. Mana buni bitta bosamiz, yonadi. Avval buni yoqishdan oldin akkumulyatorni yoqib olishimiz kerak menimcha. Bu joydan yonadi. Mana akkumulyatorni yoqqandan keyin sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun qoraytirib qo'yapman. Mana yongani ko'rinyapti. Bu joydan 1, 2, 3 skoros. Bu joyda sport rejimini yonyapti. Bu joydan faralarni o'chirib yoqsak bo'ladi. Taxminan 1 minutcha velosiped yongandan keyin bu monitor va faralari yonib turadi. Mana faralari bor, bu joyda ko'rsanglar bo'ladi. Va bunga qo'shimcha sifatida orqada ham bor faralari. Hozir o'zi ozgina tursa bu farasi ham, monitorining rangi ham o'chadi, lekin sifrlari ishlayveradi, raqamlari ko'rinaveradi. Yana kechqurunda yoqmoqchi bo'lsanglar, bitta bossanglar bunda yonadi. Undan tashqari shom vaqti kelganda mana Auto Light deb yozib qo'ygan bu yerga. O'zi yonadi avtomatik tarzda. Bu joyda qorong'ulikni sezishi bilan shom vaqtiga yaqin o'zi faralari, monitorining rangi yonib qoladi. Eng qiziqarli joyi, bu velosiped narxi $400. Manzilimiz Andijon shaharida, Boburshoh ko'cha, ya'ni Xibikini to'g'risida Velozon Yade degan maganin bizniki. Do'konimizda mototsikl, skuter, velosipedlar, mana ko'rib turganinglardek aksessuar, zapchastlar juda ham ko'p. Kelib bemalol o'zimizdan ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Velosiped masalasi bo'yicha ham yordam beramiz. Tepadagi nomerlarga, agar bu velosiped sizlarga yoqqan bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil tushuntiramiz, xohlasanglar do'konimizga kelib haydab ko'ringlar, xarid qilinglar.